Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar va nihoyat Ghibli Dice, ya'ni eng trendda bo'lgan yo'nalishni prompti menda tayyor bo'ldi va sizlar bilan bugungi videorolikda mutlaqo tekin bo'lishaman. Demak, e'tibor qaratsangiz 19 ta video orqali 81 mingta obunachi yiqqan va eng ko'p ko'rilgan videoroliklari 2 272 mingta, 306 mingta, ya'ni bu yo'nalish long formatda, uzun formatda va 19 ta video orqali 81 mingta obunachi yig'ish va Vidakuni hisobi bo'yicha bir oyda $1000 dan $4000 aynan daromad topar ekan va bu yo'nalishni mutlaqo tekin promptini sizlar bilan bugungi videorolikda bo'lishamiz. Endi esa darsga o'tamiz. Bizga faqatgina 2 dona sayt kerak bo'ladi. Birinchisi ChatGPT, ikkinchisi Whisk. Demak, mana bu promptga e'tibor qaratsangiz juda uzun prompt, ya'ni birinchi promptni olamiz. Va e'tibor qaratsangiz mana bu yerda boshdan oxirigacha tushuntirilgan nima bo'ladi, qanaqa bu g'oya va qanaqangi holatlar kelib chiqadi. Agar sizni aynan tajribangiz bo'lsa, bemalol buni olib tarjima qilib olishingiz mumkin yoki ChatGPT ga shu aynan promptni yuborib, menga sal boshqacharoq, xuddi shu yo'nalishda boshqacharoq g'oyani yoritib ber deyishingiz mumkin. Demak, biz ChatGPT ga o'tamiz va birinchi promptni olamiz. E'tibor qarating, aynan mana bu joygacha siz kopировать qilib olishingiz kerak. Mana bu prompt 2 ga tegmaysiz va sizga ChatGPT aynan mana shu promptingiz orqali juda uzun bo'lgan hikoyani yozib beradi. Biz juda katta va juda detallarga boy hikoyani yozdirib olishimiz kerak. Va bu hikoyada bizda alohida ona bo'ladi, alohida qizi bo'ladi va alohida kuchukcha bo'ladi. Endi esa biz ikkinchi promptni olamiz, mana bu promptni va bu yerda har bitta qahramonni detallarigacha qahramon qanaqa bo'lish kerak va har bitta qahramonni vizuallashtirib berish kerak aynan prompt orqali. Va bu yerda alohida mana promptni vizuallashtirdi. Ya'ni bu onasi, bu yerda bolasi va bu yerda aynan kuchukcha. Endi esa biz uchinchi promptni olamiz va bu prompt bizga aynan qahramonlarni saqlab qolishni aynan buyuradi. Ya'ni har bitta qahramon har xil holatlarda, mana oddiy misol 50 ta sahnadan iborat bo'lgan bizga prompt yozilyapti. Mana oddiy misol 1 2 3 4, mana 5 va bu juda uzoq yoziladi. Meni o'ylashim bo'yicha siz bemalol buni 50 ta emas, 30 ta, 20 ta qilishingiz mumkin, lekin iloji boricha 50 ta aynan sahnalardan sizda juda uzun videorolik tayyor bo'ladi. Biz esa 50-sahnani kutamiz va keyin esa aynan buni rasmni chiqarish va generatsiyaga o'tamiz. Demak, e'tibor bering, bu yerda 50 ta sahna tayyor bo'ldi. Biz esa Whisk saytiga o'tamiz. Oddiy misol Whisk deb yozamiz. Aytgancha, meni Telegram kanalim bor. Har bitta prompt, har bitta havola aynan Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimda sun'iy intellektga qiziqadiganlar bor va hozirgi vaqtda 9170 bitta bo'ldik. Oddiy misol juda qiyin promptlarda bu yerda bo'lishaman va aytgancha, bu videorolikdagi har bitta ishlatgan narsamni shu Telegram kanalimda qoldiraman. Oddiy misol e'tibor qarating, mana bu promptni yuklaganman va obunachilarni ishlariga e'tibor qarating. Har xil ishlar va har xil yo'nalishlar oddiy bir prompt orqali. Meni o'ylashim bo'yicha bu yerda juda yaxshi aynan sun'iy intellektni tushunadigan mutaxassislar ham bor. Sizni ham taklif qilaman. Demak, biz Whisk saytida turibmiz, Открыть galereyani bosamiz va Открыть instrumentni bosamiz. E'tibor qaratsangiz, Whiskni asosiy oynasi ochiladi va chap tarafida sozlama oynalari bor. Demak, stil bo'limiga o'tamiz va Ввести text bo'limiga o'tib, alohida Ghibli style deb generировать qilamiz. Bu bizga nima beradi? Aynan Whisk saytini biz chiqarmoqchi bo'lgan yo'nalishni, stilini aniqlashtirib olamiz. E'tibor qaratsangiz, Ghibli style deb yozdik va bizga alohida Ghibli stylening stili chiqdi. Endi qanaqangi rasm chiqarishimizdan qat'iy nazar Ghibli stilda bo'ladi. Ya'ni mana bu stilda bizni rasmlarimiz chiqadi. Endi kimni esda bo'lsa, biz alohida qahramonlarni chiqarib olgan edik. Bu ikkinchi promptda. Meni o'ylashim bo'yicha qiyin bo'lmadi. Chunki bu yerda biz alohida chiqarib olganmiz. Ya'ni onasi bor, bu yerda bolasi bor va bu yerda alohida kuchukcha bor. Endi esa alohida birinchi promptni olamiz, birinchi qahramonni va bu yerda biz qahramonni yozamiz. O'lchov belgilarini tanlab olishingiz mumkin. 16 ga 9 qilamiz va alohida generировать tugmasini bosamiz. E'tibor qaratsangiz, stil aniq bo'lganligi uchun bizga aniq bir stilda rasm chiqarib beradi, ya'ni Ghibli stilda. Boshida qiyin bo'lishi mumkin, maslahat beraman, videoni 2 marta ko'ring. E'tibor qarating, alohida bizda rasm tayyor bo'ldi. Endi esa ikkinchi qahramonni olamiz, ya'ni bolachasini va ikkinchi qahramonni ham yozamiz. Va bu yerda biz nima yozishimizdan qat'iy nazar yoki biron bir qahramonni qo'shmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni bir alohida hikoyangizga bemalol yozib olishingiz mumkin. Mana bolachasi Ghibli stilda. Endi esa biz aynan mana bu uchinchi promptni olamiz, ya'ni kuchukchasini chiqarib olishimiz kerak.
va kopировать qilamiz. Endi e'tibor qarating, bu yerda sizga biron bir qahramonni holati yoqmasa, bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Ya'ni kuchukchani siz alohida bir qora rangda qilishingiz mumkin, alohida bir oq rangda qilishingiz mumkin yoki umuman ustuvoshlarini bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin yoki ko'rinishlardan farqi yo'q. Endi esa biz o'zimizga kerak bo'lgan qahramonlarni hammasini yuklab olishimiz kerak. Bu birinchi qahramon, mana bu ikkinchi qahramon. Menga kuchukcha sal yoqmadi, shuning uchun boshqatdan generировать qilamiz. Meni o'ylashim bo'yicha sal chiroyliroq chiqarib bersa kerak-da mana. Mana bu yaxshi chiqibdi. Da. 3 ta qahramonni biz yuklab oldik. Demak, e'tibor qaratsangiz, o'zimizning hikoyamizga kerak bo'lgan qahramonlarni chiqarib oldik. Endi esa biz qahramonni olamiz va bu yerda tema degan bo'limiga yuklab qo'yamiz. Va alohida plus tugmachasini bossak, bizda yangi oyna ochiladi va har bitta qahramonni biz yuklashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni hozir bolachasini yuklaymiz, yana plusni bosamiz va kuchukchani yuklaymiz. Bu bizga nima beradi? Hozir tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni biz hozir alohida Ghibli stilda chiqarib oldik, alohida qahramonlarni chiqarib oldik. Endi esa kimni esda bo'lsa, biz 50 ta aynan har xil yo'nalishdagi, har xil rakursdagi yuqorida juda keng yozilgan aynan hikoyamizni sahnalashtirib olganmiz. Endi esa o'sha sahnalarni birma-bir chiqarib olamiz. Oddiy misol bu birinchi sahna. Birinchi sahnani olamiz va bu yerga yozamiz. E'tibor qarating, siz mana bu galochkalarni bosib qo'yishingiz kerak. Chunki agar bosmasangiz, u qizchasi bu joyda ishtirok etmaydi. Shuning uchun bosamiz, tam 10 ta, 20 ta bo'lishi mumkin qahramonlar va birinchi sahnamizni chiqaramiz. Endi nima qiladi Whisk? Biz chiqarib olgan har bitta qahramonni sahnaga hammasini birlashtirib beradi. E'tibor qaratsangiz, hozir mashinada ketib turgan yo'nalish bo'lish kerak-da. Kechasi bilan ovoz yozganman, e'tibor bersangiz, mana bu yerda ovozim qolib ketibdi. Mana. Ya'ni biz aynan hikoyani boshini boshlayapmiz. Biz mashinada kelyapmiz. Endi esa ikkinchi promptni olamiz, to'g'rirog'i, va yuklaymiz. Va xuddi shunday qilib 50 ta promptni chiqarib olishingiz kerak. 50 ta promptni chiqarganingizda sizda umumiy to'liq bitta videorolik tayyor bo'ladi. Demak, olamiz va sekin-asta har bittasini ketma-ket yozamiz. Ketma-ketlikni unutmang. Nega? Chunki bu yerda aynan hikoya chiroyliroq chiqishi kerak. E'tibor qarating. Birinchi sahna. E'tibor qarating, bu ikkinchi sahna. Kerakli detallar, kerakli rakurslarda va bu uchinchi sahna. Agar siz bu sahnalarni animatsiya qilsangiz, mana e'tibor qarating, onasi va kuchukcha orqaga qarayapti va hozirgi vaqtda 5-promptda qizchasi chiqishi kerak. Xuddi shunday qilib siz 50 ta promptni ketma-ket chiqarib olishingiz kerak. Meni o'ylashim bo'yicha bu umuman qiyin narsa emas. Mana e'tibor qarating, ketma-ket chiqarib kelyapman va bu yerda alohida yomg'irlarni tomchilari, alohida mana kuchukcha, bu 8-prompt ekan-da. Biz esa 9-promptga o'tamiz. Va sekin asta siz bularni chiqarib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, men kerakli rasmlarni chiqarib oldim. E'tibor qarating, alohida qahramonlarni chiqarib oldik va biz bu qahramonlarni alohida sahnalashtirdik va generatsiya qilishni boshladik. Oddiy misol, ketma-ket chiqarganingizda sizda bir alohida yo'nalish va hikoya paydo bo'ladi. Oddiy misol, mana mashinada ular ketayotib, alohida yomg'ir yog'vordi, bu bolasiga qaradi, yana ketdi, alohida yomg'irlar bor, kuchukchasi bor va bu yerda e'tibor qaratsangiz, biz aynan tanlagan qahramonlar va biz esa ko'rishimiz mumkin, bular ketishdi, alohida joy tanlashdi va sekin asta mana eshiklarni ochib, mana suvlar oqib ketib qoldi. Ya'ni bu yerda sizni alohida yo'nalishingizni 100% ochib beradigan prompt, ya'ni ketma-ket qahramonlar o'zgarmaydigan yo'nalish bo'ldi. Endi esa biz har bitta rasmda o'zimizga kerak bo'lgan yoqqan rasmlarni tanlab olamiz va aynan animatsiyaga o'tamiz. Animatsiyadan oldin muhim bir eslatmani aytib o'tmoqchiman. Men sizlarni Meta AI deb nomlangan yopiq Telegram kanalimga taklif qilmoqchiman. U yerda sizga kerak bo'lgan eng dolzarb mavzulardan biri promptni to'g'ri yozish. Oddiy misol e'tibor qaratsangiz, mana bu promptlarni ketma-ketlikda yozish va qiyin promptlarni men oson tilda tushuntirib berganman. 9 ta punktdan iborat bo'lgan prompt engineering, ya'ni to'g'ri prompt yozish, maqsadli prompt nima, alohida format va platformalarni to'g'ri tushuntirib berish, ya'ni prompt nimaligi haqida 100% tushuncha berilgan. Undan tashqari boshqa videoroliklar ham bor. E'tibor qaratsangiz, alohida YouTube'ni ichidan aynan avtomatik tarzda 78 xil tilga videoning nomini va opisaniyasini tarjima
tarjima qilishni o'rgatib o'tganman. Va deyarli hamma qiynaladigan mavzulardan biri alohida AIda bir xil qahramonlarni o'zgartirmasdan aynan videorolik chiqarishni o'rgatganman. Ushbu videoroliklar bir haftada bir marta chiqadi va e'tibor qaratsangiz, boshqa mutaxassislar ham bu yerda ishtirok etgan. Oddiy misol Instagramda trendga aylangan yo'nalishni ham qanday tayyorlashni o'rgatganman. Har bitta darsdan keyin uyga vazifa ham bor. E'tibor qaratsangiz, yo'nalish alohida shaffof hayvonlar va bu yerda alohida man uyga vazifalar, promptlar va qaysi saytlardan foydalanganligim 100% ko'rsatilgan. Agar siz sun'iy intellektni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, maslahat beraman, havolani qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz esa Visk saytiga o'tamiz va har bitta rasmni o'zimizga yuklab olamiz. Demak, biz Grok saytidamiz va image bo'limiga o'tamiz va rasmlarni ketma-ket yuklashimiz kerak. Sizda 50 tadan ko'p kadr bo'lsa, rasmlar chalkashib ketishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'ling, ya'ni birinchi kadrdan boshlashingiz kerak. Demak, biz alohida Grok saytiga birinchi rasmni yuklaymiz va oddiy misol biz bu yerda sozdать videoni bossak, Grokni o'zi video chiqarib beradi. Lekin bizga prompt ham kerak, ya'ni promptda faqatgina ASMR ovoz bo'lish kerak deb yozib qo'yishimiz kerak. Chunki Grokni o'zi musiqalar yoki harakatlar qo'yib yuborishi mumkin. Aytgancha, men sizga yana bitta juda ajoyib lifehackni o'rgataman. Agar MetaArt kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, siz mana bu videoni ko'rgan bo'lishingiz kerak. Top 5 ta kamera prompti. Bu yerda nimalarni o'rgatganman? Oddiy misol kameralar harakati bor. Ya'ni siz hozir kamerani oldinga yoki orqaga olib o'tishingiz mumkin. Men maslahat beraman, shu videorolikdagi promptlarni mana bu aynan videoga ishlab ko'ring. Video mana bundoq chiqadi. Demak, videoni ko'ramiz. E'tibor qarating, alohida bizni mashinamiz yurib kelyapti. Endi esa biz no music, only ASMR sound deb yozsak, ya'ni faqatgina ASMR ovoz bo'lsin deb yozsak, bizga musiqani chiqarib tashlab, alohida ASMR ovozni qoldiradi. Va xuddi shunday qilib biz ketma-ket har bitta videoroliklarni chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, men promptni alohida mukammallashtirdim va bu yerda batafsil yozib qoldirilgan alohida ovozlarga ahamiyat berish kerak. Tabiiy ovozlarga. Bu aynan Grok saytida tekin bo'lganligi uchun ovozlarda sal farq qilishi mumkin. Demak, agar sizda aynan podpiska bo'lsa, Flow saytida maslahat beraman, chunki Flow sayti haqiqatan zo'r chiqarib beradi. Demak, biz Grok saytida alohida chiqarib oldik, ya'ni rasmlarni animatsiya qildik. Endi bu Premiere Pro bo'ladimi, CapCut bo'ladimi, qayerda montaj qilsangiz, qayer sizga qulay bo'lsa, bemalol o'sha yerga o'tkazasiz va ketma-ket kadrlarni qo'yib chiqasiz. Oddiy misol, mana mashina kelyapti, bu esa ikkinchi kadr mashinani baloni va mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa mashina to'xtadi. E'tibor qarating, mana to'xtadi va bu yerda alohida mana kadrlarni ketma-ket qo'yasiz. E'tibor qaratsangiz, bu yerda mana bular keldi, qayergadir bordi, onasi biron bir narsani tayyorlashni boshladi, bolasi esa sakrashni boshladi. Endi sizda sal qiyinchilik bo'lishi mumkin, ya'ni aynan Grok ovozlarni yaxshi chiqarib bermaydi, lekin animatsiyasi juda chiroyli. E'tibor qarating. So pretty. It is. Let's see what's ahead. Look, over there. Good eye, sweetie. Mana ASMR ovozlar. Men alohida sayt qoldiraman. U saytda alohida qadamlar, mashinani ovozi, kuchukchalarning ovozi, xohlagan ovozni topishingiz mumkin. Ketma-ket montaj qilib chiqasiz va sizda alohida mana bu stildagi aynan yo'nalish tayyor bo'ldi. Ghibli Dice deb yozamiz va e'tibor qaratsangiz, mana bu saytdagi videolar sizda tayyor. Mani o'ylashim bo'yicha Ghibli yo'nalish haqida hali O'zbekistonda YouTube'da videorolik bo'lmagan. Shuning uchun like tugmachasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalda ko'rishguncha.